Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan judayam shirin pirog tayyorlaymiz. Bu masalliqlar hammamiz uyimizda topiladigan masalliqlar. To'yimli va mazali bo'lib chiqadi. Buning uchun bizga birinchi berkinib yig'layapsan, yog'i, qatiq, dardingni aytmayapsan. Sen nega qochayapsan? Ranjitdimmi gulginam? Birinchi bo'lib ishda biz Yoshingni art ko'zingni, qizg'onaman so'zingni. Yaxshi ko'rib o'zingni, ranjitdimmi gulginam? Kel biroz dardlashaylik, mayli xo'p gaplashaylik. Arazingni qo'y yarashaylik, yaprog'im kel endi, kel endi. Kel biroz dardlashaylik, mayli xo'p gaplashaylik. Arazingni qo'y yarashaylik, yaprog'im kel endi, kel endi. endi bunga yaxshilab aralashtirdik. Endi bunga Gul yuzim, gul yuzim, kechirmayli shu so'zim. Yolg'iz qo'yma bir o'zim, ranjitdimmi gulginam? Yoshingni art ko'zingni, qizg'onaman so'zingni. Yaxshi ko'rib o'zingni, ranjitdimmi gulginam? Kel biroz dardlashaylik, mayli xo'p gaplashaylik. Arazingni qo'y yarashaylik, yaprog'im kel endi, kel endi. Kel biroz dardlashaylik, mayli xo'p gaplashaylik. Arazingni qo'y yarashaylik, yaprog'im kel endi, kel endi. Bo'ldi, endi tayyor massamiz bo'ldi. Endi bu massamizga unni qo'shamiz. Unni suyuq qo'yg'iligini men hozir sizlarga ko'rsataman. Unimizni oz-ozdan solib aralashtirasizlar. Ja qo'yiq bo'lib qolsa ham bo'lmaydi. Qo'yiq bo'lib qolsa qattiqroq bo'lib ko'tarilish qiyin bo'ladi. Shuning uchun mana hozir yaxshilab aralashtirib, massamizni tayyor holatga keltirib sizlarga ko'rsatib o'taman. Azizlar, mana massamizni mana shu holatga keltirib olamiz. Mana. Ja qo'yiltirib olmanglar. Suyuqroq bo'lsa yana ham chiroyli chiqadi, ishibiroq chiqadi. Endi hozir biz semichka yog'imiz qoldi. Buni quyib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Chunki buni oxiri quyishimdan sababi yaltirab chiroyli chiqadi. Shuning uchun oxirida men ishlataman yog'ni.
Mana azizlar, massamizni mana shu yaltirab turadigan holatga keltirib oldim. Endi bu massamizni listimizga quyishdan oldin, listimiz tagiga men qog'oz solmayman, kamdan kam solaman. Endi hozir bu yog'imiz paxta yog'i surkamasak bo'lmaydi. Semichka yog'ida yopishib ketishi mumkin. Shuning uchun men paxta yog'idan foydalanaman. Mana listimiz yog'lashni boshladi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana listimizni ham qirg'oqlari bilan yog'lab oldik. Endi bunga tayyor massamizni quyamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana azizlarim, massamizni listimizga quyib oldim. Endi hozir men mana uqalangan pechonligimizni ustiga sepib chiqaman. Juda ham ko'rinishi ham hatto shirin pirog bo'lib chiqadi. Shu tarzda sepib olamiz. Mana pechonligimizni ustiga sepib oldik. Endi hozir buni ustiga mayizimizni ham chiroyli qilib sepib olamiz. Mana listimizga mayizimizni ham sepib oldik massamizga. Endi buni gaz pechimizda 150 gradus haroratda pishirib olamiz. Mana azizlar, ish ko'tarilgan holati, mana shu retsept bo'yicha qilsalaringiz albatta hammangizda o'xshab chiqadi. Mana bu endi qizarsa bo'ldi, pishadi. Mana azizlar, pirogimizni chiroyli qilib, qip-qizil qilib pishirib oldik. Ko'rib turibsizlar, rosa ham yumshoq pirog bo'lgan. Endi buni kesib dasturxonimizga tortib qo'yib olsak bo'laveradi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana pirogimizni kesib oldik. Rosa ham yaxshi bo'lib chiqdi. Pirogim sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi ko'rsatuvlarimda g'oyibona ko'rishguncha, xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.